birda hozir javobini aytaman, lekin aniq bilaman siz baribir ham uni tushunmaysiz. Sog'lom ovqatlanishni yo'lga qo'ygan kishilardan juda ko'p savollar kelyapti. Qabziyatim bor, qanday qilib tabiiy yo'l bilan yo'qotish mumkin? Masalan, dori ichganman, badlar ichganman, salatlar yeb ko'rganman, 10 ming qadam qilib ko'rganman, doimo diyetadaman, lekin qabziyatim ketmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Yog'inchagim cho'zilgan kabi savollar kelyapti. Birdan men sizga javobini aytaman. Siz demak noto'g'ri tushunyapsiz sog'lom ovqatlanish qanday bo'lishini. Ichakni yurishtiruvchi, ichakka yordam beruvchi ovqatlanish qanaqa ekanligini to'g'ri tushunmayapsiz yoki hamma narsani alohida qilyapsiz. Ichak trubaga o'xshaydigan narsa deb o'ylab yoki bularni hammasini noto'g'ri yo'lga qo'yapsiz. Chunki men doimo o'zimni praktikamda ko'rganman, ichakni yaxshilash uchun ichakka foydali bo'lgan shifobaxsh ovqatlanadigan bo'lsangiz, bu narsa juda ham oson hal bo'ladigan narsa. Ya'ni birda hozir javobini aytaman, lekin aniq bilaman siz baribir ham uni tushunmaysiz, qanday qilishni bilmaysiz. O'sha uchun doimo dasturlarimga qatnashinglar deyman. Nima deganda, o'zlaringizning misollaringizda ko'rmaydigan bo'lsalaringiz, tanalaringizda sinab ko'rmaydigan bo'lsalaringiz, nima edi degan narsani tushunmaysiz. Demak, birinchi navbatda asabimizni tinchlantiramiz, chunki ichagimiz bilan asabimiz bog'liq hisoblanadi. O'sha stressni yo'qotuvchi mashqlar qilishingiz kerak bo'ladi. Asabni ongni tinchlantirasiz. Bu degani nerv sistema tinchlanadi. Undan keyin ichakni mikrobiotasi deymiz, ya'ni bakteriyalarni yaxshilaymiz tarkibini. Bunda doimo oziqalar orqali qilib boriladi, dori-borilar yoki qanaqadir damlamalar, sano choylar orqali emas. Undan keyin mashqlar, butun muskulimiz uchun bo'ladigan mashqlar. Faqatgina 10 ming qadam bilan ish hal bo'lmaydi. Va sog'lom kletchatkalar kerak bo'ladi. Sog'lom ovqatlanish yo'lga qo'yasiz, bu degani kletchatkalar, ya'ni o'simlik to'qimalari kerak bo'ladi. Va yetarli darajada suv ichishingiz kerak va shu bilan birgalikda yallig'lanishni ketkazishingiz kerak. Mana javobini oldingiz. Nimani tushundingiz? O'sha uchun dasturimga marhamat deyman doimo.